Nurg'un kishilar deydi, Sunchuan kichik vaqtida shunday aqlliqdi, cho'ng bo'lgandan keyin dötlashib ketdi deb. Sunchuan rostida dötlashib ketdimi? Undaq emas. Yurak berib, alt raqamini yo'llab saqlab etgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch balchalig'ini ko'rgan hamma do'stlar biladi. Sunchuan Sharqoning pasiban. Undaq bo'lsa, Sunchuan kichik vaqtida shunday aqlliqdi, cho'ng bo'lib dötlashib ketdimi? Undaq emas. Amaliyotda Sunchuan shu holda aqlliqki, u Sharqoni ajoyib yaxshi saqladi. Ko'nlarda bir gap bor. Igilikni yaratish tez. Onundan tez bo'lgani igilikni saqlab normal etmish. Demak, bu aksi yaratib bergan igilikni ajoyib yaxshi taraqqiy qildirib, hech kimni o'zininki mush igilikini parchalab etishga yoki unga xavf yetkazishga yo'l qo'ymaydi. Demak, mushning o'zi nihoyat cho'ng to'kpa deyish. Ikkinchisi, u odam ishlatishga eng moyil. Hatto Lyubi bilan savsovdan ish tushdi deyish bo'ldi. Chunki u bir odam bilan ko'p odamni boshqara oladi. Boshqalarning hammasi bevosita boshqaruvchi bo'lgan bo'lsa, uni haqiqiy oliy rahbar deyish bo'ldi. Agar siz bu gaplarni qo'shilsangiz, astiki inkos rayoniga alt raqamini qoldirib qo'ying. Texnik ko'p uch balchalikdagi jondorchilik, xodim boshqarish, so'zlash mahorati va igilik tiklashga oid yurish darsliklarni anglamoqchi bo'lsangiz, men to'pimga kirib ayrim qanot uchur qilsangiz, men shu undizlar to'piga sizni qo'shib qo'yaman.